Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ayni bahor faslida o'sib chiquvchi otquloq o'simligi haqida va uning foydalari haqida aytib o'tmoqchiman. Bu o'simlik ayni bahor faslida o'sib chiqadi va biz uni bemalol yuvgan holatda iste'mol qilishimiz mumkin. Ba'zida salatlarga qo'shishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana shu holatda olib yuvib quritib olsak, qishda damlab ichishimiz ham mumkin. Endi uning foydalariga to'xtaladigan bo'lsak, aynan otquloq o'simligi inson sog'ligi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Sababi uni iste'mol qilganimizda ichaklarimizning faoliyati, oshqozonda hazm qilish faoliyati juda yaxshilanadi. Bundan tashqari o'sha qon tizimiga ham foydasi juda ko'p hisoblanadi. Faqatgina sog'ligimizga zarar yetkazmasligi uchun o'z me'yorida kamroq holatda, misol uchun qishda damlab ichganimizda bir stakandan oshiq ichmasligimiz yokida ayni mana shu bahor faslida iste'mol qilganimizda mana shunday barglaridan 4 ta yoki 5 tasidan ko'pini iste'mol qilmasligimiz kerak. Chunki juda ham ko'p iste'mol qilinganda oshqozonda og'riq paydo qilishi mumkin.